Sizlarga hozir zo'r yangilikni aytaman. Hali bunaqasi aniq bo'lmagan. Qani ketdi. Makon savdo do'konida 006 aksiyasi boshlandi. Ushbu aksiyamiz etiga 3 kun davom etadi xolos. Sizlar ham ulgurib qolinglar. Bu 006 aksiyasida hech qanday boshqa to'lovsiz, eng muhimi 6 oy hech qanday foizlarsiz olsangiz bo'ladi. Eng muhimi, makon savdo do'konida vaqtida sababli to'lay olmasangiz, foiz qo'shilmas ekan. Bir dona pasport olib kelsanglar bo'ldi. Ushbu aksiya atiga 3 kun davom etar ekan xolos. Sizlar ham ulgurib qolinglar. Aka, Chorto ahli obunachilarimizga qanaqa imkoniyatlarni qilib bera olasiz endi? Chortodagi obunachilarimiz uchun, ya'ni bizning ashaddiy muxlislarimiz uchun Yangi yil arafasida 006 aksiyasiga e'lon qilganmiz. Xuddi shu aksiya doirasida bizga tashrif buyursa sirli sovg'a ham egasiga aylanishadi. O'rtoqlar, bemalol kelaverasizlar. Ushbu aksiyamiz faqatgina 3 kun davom etar ekan. Bilasizmi, sizlarga doim eng zo'r nilanganman. Manzilimiz Eskina teatr pastida, Hamberin makon do'konida kutib qolamiz. Bemalol kelaverasizlar.